Brachka yaxshimisan? Turg'un tog'a, yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Xullas bolam, mana shu ko'nchini e'tiborli odam qilish kerak. Men kunlik haqi tashsa bo'ladi, pipini esa bormi bu o'zi? Ha, do'ppimga tasha, it, farosating qatta. Bo'ldi, To'lik tog'a, tashab ketasiz. Go'shi bizaga, suyagi sizga-da unda. Kelishdingmi? Baraka. Menga qara. Qanaqa bola bo'lding o'zi sen? Motorga antifriz quyib qo'yadimi? Kallangni ishlatsang bo'lmaydimi? Men bor, uzr, ustoz. Bor ichkari kirib ishingni qil. Jo'shqon, yaxshimisan? Rahmat. Menga qara, he. Mana buni olasan, farqasi tushib 69 do'konga kirib turib, men zakaz qo'ygan narsani olib kelasan, tushundingmi? 69 shunaqa xonun umr bo'ladi. O'tirganlar jumbosh, tez-tez harakat qil. Nima qilsan bu? 2 soatdan beri kutib o'tiribman. Nima qilding? Olib keldingmi narsalarni? Bergan pulingizni yo'qotib qo'ydim. Ha, Ro'shan bolam nima bo'ldi? Yana chichib qo'ydimi? Amaki, to'g'risini aytaman, odam qilgini tashab ketdingiz, odam qilib bo'lmadi bu. Necha martalab klient oldi ham tishlashadi. Kerak emas, yo urib bu narsa qilib qo'yaman. Yoki buni olib keting. Bilasizmi, 300 dollar pul yo'qotib qo'ygan bo'lgan. Bolam, bo'lar ish bo'pti. O'zi mizer pensiya olsan 172 ming. Mayli 5-6 qo'y bakilashgan bor. O'shani sot, qarzdan qutulib beraman. Pensiyangizdan boshingizda qolsin. Bakilashingizdan boshingizda qolsin. Iltimos. Mana shu bolangizni mendan olib ketib qutqaring. Kerak emas. Umuman kelmasin ishxonamga. Bolam, men brachkalarning yonida gurutni yerga qaratdingiz. Hamma nima qiladi endi menga? Padarlana. Ada qarang, 300 so'm topdim oxiri. Ustozim aytgandilar, halol mehnat qilsang hech qachon pulingni yo'qotmaysan degandilar. Halol aka mana qaytib keldi. Bo'l, panika qilma bola. Ada bu pulni-chi ustozga olib borib berish kerak. Sizni hali g'ururingizni yer ko'rdimi? Osmonga ko'taraman g'ururingizni hali. Qarab turing. U qanaqa g'urur, qanaqa chest, otni 5-oyog'i, mana shu sani halol peshona tering bo'ladi, tushunsan? G'idish.